Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli, go'zal ayollar. Wow, bunaqasi bo'lmagan. Anchadan beri. Sizlar kelgansizlar, sizlar. Kim sizlar desam? Молодцы. Wow. Wow. Какие люди. Rahmat. Bitcoin, вы молодцы. Rahmat. Rahmat qizlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bir nimani sezib kelibsizlar lekin. Bir nimani sezibsizlar, hatto uchini chiqarmayapmiz. Sekin yetkazyapmiz. Hozir jamoamizni ko'rdingiz. Go'zal, faol, iste'dodli qizlarni bekorga mana shunaqa milliy kiyim olmaganmiz. Bu bejizga emas. Yillar davomida rejalashtirgan, o'ylagan, tushunishga harakat qilgan narsamni ifodasi, ya'ni namoyon bo'ldi. Bir nima namoyon bo'lishi mumkin? Kursda, yangi kurs. Butunlay boshqacha sezayotgan bo'lsangiz, видите? Чувствуете? Zo'ra. Wow. Mulk xonim. Nomi nравится, nomi? Mulk xonim. Короче, bugun mana qizinglar, bilaguzinglar taqib kelib haqiqiy mulk xonim. Da? Как вам mulk xonim deganda nima qanaqa holat his qilasiz? Nima keladi xayolingizga? Самодостаточно, изобильно. O'ziga ishonchi baland. Восточная бизнес-леди, да? Zo'r. Изобильная, благородная. Благородная nima bo'ladi o'zbek tilida? Вот aslzodalik. Aslzodalik. Endi uni bilmayman qanaqa chiroyli yana tarjima qilish mumkin. Bu haqda ko'p o'ylaganman. Bu haqda juda ham ko'p o'ylaganman. Chunki 14 yil davomida ayollar bilan ishlayman. O'zim juda ham murakkab yo'lni bosib o'tdim. Ko'p narsalar meni o'ylantiradi. Juda ham ko'p narsa. Ayollarda, ayniqsa nima uchundir sharq ayollarida juda ham katta salohiyat borligini bilaman. Buni his qilaman. Shunaqa ham kuch ko'pki, ya'ni ularda bilmayman, bu albatta menimcha genetika bilan bog'liq bo'lsa kerak. Bu ajdodlarimiz bilan, bu mana shu yerimiz bilan bog'liq. Bizda juda ham kuchli qanaqadir qobiliyat bor, yashirin. Bejizga ulamolar chiqmagan. Bejizga Al-Buxoriy O'zbekistondan chiqmagan. Bejizga butun dunyo tan olmagan bizni yurtimizdagi buyuk insonlar. Va men bilamanki, mana shunday buyuk insonlarning buyuk bo'lishiga ayollarning xizmati juda ham katta bo'lgan. Da bir nechta namoyandalarni bilamiz va biz hozir buni chuqur o'rganyapmiz. Endi kirishyapmiz bu narsaga. Nima uchundir shu narsani his qilyapmanki, o'shanda yaratilgan, o'shanda shakllangan qobiliyat, kuch-quvvat biroz yopiq bo'lish kerak edi. Biroz unutilish kerak edi. Biroz saqlanish kerak edi. Ya'ni zamon shunaqa bo'lgan. Va endi hozir mana shu narsani uyg'onadigan payti keldi. Mana shu narsani ko'taradigan vaqt keldi. Haqiqatan hozirgi ayollar juda ham kuchli. Men buni juda ham ko'p gapiraman. Kuchi shunchalar ko'pki, uni na ishlatishni biladi, na foydalanishni biladi va bu kuchni o'zini zarar ziyoniga ishlatadi. Ko'p holatlarda chidashga ishlatadi. Chidashga ham kuch kerak. To'g'rimi? Qanaqadir bir og'ir kasalliklar, xo'rlanishlar, azoblanish, kamsitilishlar. Endi mana ayollar shu kuchini ishga sarflash xohlayapti. Misol uchun biznes qilishga bir narsalar. Chunki quvvat ko'p. Quvvat ko'p. O'zbek ayoli ushiydi, chiddiydi, oxirigacha ushiydi lekin da boshqaga yomon bo'lgandan ko'ra mayli men azob chekaman deydi. Mayli men ko'taraman deydi. Lekin bu kuch baribir portlaydi bir kun. Mana shu kuchni uyg'otadigan vaqt keldi. Nimaga ayol bunchalar azoblanadi? Nimaga u bunchalar xo'rlanadi? Nimaga
nimaga yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullana olmaydi. Nimaga u tanlash kerak? Yoki erim, yoki ishim, yoki oilam, yoki yaxshi ko'rgan soham. Nahotki buni hozirgi zamonda ikki taraflama olib borish iloji yo'q. Kuchi ko'pligidan juda ham ko'p mas'uliyatni oladi bo'yniga. Juda ham katta mas'uliyatni oladi, chunki bu ham kuchni talab qiladi. Hamma uchun javob beradi. Hamma narsani nazoratda ushlaydi. Ham ayol, ham erkakni ishini qiladigan bo'lgan hozirgi ayollar. Men ham xuddi shunaqa bo'lganman. Nima uchundir ayrim sabablarga ko'ra qaysidir vaqt, qanchadir paytda o'g'il bolalarga munosabat boshqacha edi, qiz bolalarga munosabat boshqacha. To'g'ri, urushda juda ham ko'p erkaklar qirilib ketgan. Erkaklarni yo'qotishdan ayollar qo'rqib qolgan. Bu ham DNKmizda bor, genetikada. O'shaning uchun o'g'il bolalarni erkaklarni ehtiyot qilishgan. Jim o'tiringlar, adang keladi hozir. Adas qo'ying, men o'zim qilib qo'yaman. Yoki ukangga qara. Da, qiz bolaga hamma narsa mumkin. Qiz bola ham ishlaydi, ham maktabda, ham ro'zg'or qilish kerak. Birdaniga onani yoniga qavatiga tushadi, lekin o'g'il bolalar mana qilinadi. Mana hozir buni natijasini ko'ryapmiz. Ko'p erkaklar ojiz, ko'p erkaklar narsis, ko'p erkaklar juda ham o'ziga oro beradigan bo'lgan. Manikyurga boradi, qosh terdiradi. Ko'p erkaklar alfons. Ayollar puli ko'p bo'lgandan keyin ayol erkakni sevgisini sotib oladigan bo'lgan. Xuddiki erkak kishiga juda ham zapros katta. To'y san bo'lmasang, boshqasi mingta. Bilmaysiz, qanaqadir almashib qoldi-da nimadir. Lekin ayollar borgan sari ikkita uchta ham qiladigan, pul topadigan, uy joy qiladigan, mashina oladigan, mashina haydaydigan, maktab ochadigan, bog'cha ochadigan, biznes qiladigan, tadbirkor, ishlab chiqarish, u bu riskovat qiladi, tavakkal qiladi, qo'rqmaydi, kredit oladi. Yana ustiga ustak gap eshitadi. Yig'ishtir ishingni, sal nimadir bo'lsa, yig'ishtir. Xuddiki ruxsat berilgani, salgina qatga ishga borib kelishingizga ruxsat berilgani, bu juda ham katta privilegiya, ya'ni juda ham katta bir siz uchun imtiyoz. Shunaqa xiyonat, qo'shxotirlik, ayol farzandi uchun, farzandini dunyoga keltirish uchun, oilasi uchun, qaynona qaynotasi uchun, begona oila uchun, mana o'zini oilasi uchun shuncha xizmat qilmagan. O'zini ota-onasini shuncha hurmat qilmagan. Men oldin tushunmasdim. Nimaga uyda onani aya deyiladi, misol uchun, aya, oyi, qaynonani oyjon deyiladi. Adajon. Men dadamni misol uchun adajon demaganman hech qachon. Dada deganman, допустим. U ham kamdan kam. Da. Nima shunaqa? Da, yo'q, mayli qilinadi, bu juda ham chiroyli, bu madaniyat, bu o'zbeklarga sharqqa xos narsa. Bu yomon emas demoqchiman, lekin shunga yarasha, nima uchundir shunga yarasha javob ola olmaysiz-da. Ola olmaysiz. Ayol kishi mana shu kuchni yutgandan keyin, bosgandan keyin kasal bo'ladi. Kasal bo'ladi. Hozirgi kunda meni eng dahshatga solayotgan narsa doimiy stress natijasida, uzoq muddatli doimiy stress, xavotir, qo'rquv natijasida paydo bo'layotgan kasalliklar. Hali u yog'ingizni tuzatasiz, bu yog'i chiqadi, buni tuzatasiz, u yog'i chiqadi. Jinskiy ayollar kasalliklari, yosh qizlarda kasalliklar juda ham g'alati. Erta klimaks, gormonal buzilishlar, ya'ni yaxshi bo'lsin deb shuncha harakat qilasiz, o'qiysiz, institutni bitiryapti hozir ayollar, 50 yoshda ham o'qishga kiryapti, 60 yoshda ham. Lekin nimadir yetmayapti. Вы чувствуете, sezasizlarmi? Nimadir harakatdaman, mas'uliyatliman, men hech qachon o'ligimni birovga ortmayman. Men shuncha yugurdim-ku, men yaxshi bo'lsin deb qildim. Lekin nimadir yetishmayotgandek. Ana shu narsa meni juda ham ko'p o'ylantirgan. Agar siz hozir o'zingizni o'qqa cho'qqa urib pul topadigan bo'lsangiz, siz pul topa olasiz, bilaman. Agar sizga qo'yib bersa, ayollar pul topa oladi. Kim bilasizmi nima bo'ladi? Men boshida pul topishim kerak dedim, pul topdim. Keyin shunaqa bo'ldiki, pulga sotib olishni boshladim. Pulga erkinligimni sotib olishni boshladim. Men yopaman. Sizlar indamaysizlar menga, xo'p? Men xohlaganimni qilaman.
Bu eng yomon narsa. Mana men mashina olib berdim sizlarga, mana men sizni umraga yubordim, mana men sizlarga uy qurib berdim, uchastka qurib berdim. Короче, endi menga indamaysizlar. Men xohlaganimni qilaman. Понимаете? Bu juda ham yomon narsa. Bu baribir bir kun portlaydi. Shuning uchun biling, bizning ichimizda juda ham katta kuch bor va men buni har kuni isbotlayman, har kuni aytaman. Ko'nglingiz sezishi, o'zi ko'nglim sezuvdi. Sizni kimdir xafa qilsa, u bilan nimadir bo'lishi. Sezgansiz necha marta? Da 6 sekund shunday hal bo'ladi. Tez qaytib keladi, juda tez. Hozir 40 yil kutish shart emas. 4 sekundda. Ko'nglingiz og'risa, kimgadir nimadir bo'lishi, ayniqsa shu ko'nglingiz og'ritgan odam. Ko'nglingiz sezishi nimadandir. Qanaqadir tushlar ko'rishingiz, tushda ayon bo'lishi, qo'llaringiz qizib ketishi, bir xillarning qo'li yomon juda ham qizib ketadi. Kechasi uxlolmasligi, mana shunaqa narsalar bor. Va bu sharqda juda ham, sharq ayollarida juda ham kuchli. Bilmayman buni qanchalar Yevropalik ayollarda bor, no bizda juda ham kuchli. Aslida bu kuch niyat kuchi deyiladi. Bu kuch aslida sizga xohlagan narsalaringizni amalga oshirish uchun berilgan. Mana so'raysiz, bo'lib qoladi. Aslida bu shunday kuch. Ya'ni shunaqa katta quvvatga axborot berilsa, mana katta quvvatga axborot berilsa, u amalga oshib ketadi. Ana shu quvvat axborotni moddiylashtiradi. Понимаете, bu kuch nima? Quvvatga axborot berilsa, yo'q narsadan bor qiladi. Moddiylashadi. Ya'ni amalga oshib ketadi. O'ylagan narsangiz amalga oshib ketadi. Aslida bu qobiliyat shunaqa narsa. Quvvat katta, lekin u yoqqa tashlanadigan axborot qanday? Salbiy. Ertaga nima bo'lar ekan? Voy bolam ham bunaqa bo'lish kerak. Erim xiyonat qilmayaptimi ekan? Voy chota bugun qarashi boshqacha. Bar ruxsat bermaydi. O'ldan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Bunisi. Nimani o'ylaysiz ertalabdan kechgacha? Shuning uchun o'sha axborot nito tushayotganligi uchun bu axborot alamga asoslangan, sizni qachonlardir juda ham ko'nglingiz og'ritishgan, siz juda ham qachonlardir xafa bo'lgansiz. Ana shu alamga, nafratga asoslanganligi uchun siz nimani moddiylashtirasiz? Salbiy narsalarni. Понимаете? Shuning uchun bu kuchni, bu quvvatni ishlatish mumkin. Ijobiy ishlatish mumkin, salbiy, to есть tashqariga. Tashqariga yubormasangiz, misol uchun salbiy men o'ylash xohlamayman, yomon bo'lib qoldi shu odam. Unga ziyon yetmasin deb yutasiz, ichingizni portlatib yuboradi. Ko'p kasalliklar mana shundan kelib chiqadi. Kista, mioma, onkologiya, sistit, yillar davomida qanaqadir g'alati kasalliklar. Eng qizig'i, ayolning quvvat kuchli bo'lganligi uchun mana shu salbiy narsani o'ziga yutganligi uchun bolalari qiynaladi. Siz tushunmaysiz nima uchun bolamning immuniteti past. Siz tushunmaysiz nima uchun buncha bolam ko'p kasal bo'ladi. Tushunmaysiz buni. Lekin bola sizni yukingizni ko'tarishib yoradi. Bola aytadi, "Onam, seni yashashing menga kerak. Sen bo'lsang men yashab qolaman. Men senga ishonib kelganman bu dunyoga." Bola sezadi, yukingiz og'ir, men ko'tarishib yoraman deydi. Bermazgincha senga ko'tarishib yoraman. Sizni tanangiz yukni ko'taradi, bolaniki ko'tara olmaydi, o'shaning uchun risk tez kasal bo'ladi. Aytilmagan gaplaringiz bo'lsa tomog'i og'riydi doim. Agar qaysidir haqiqatga tik qarashni istamasangiz, men ko'rishni istamayman. Uni ko'zi zreniyasi pasayib ketadi. Agar qaysidir odamni qabul qila olmasangiz, men qabul qila olmayman shu odamni desangiz, u allergiya bo'ladi. Allergiya qabul qila olmaslik, mana qaysidir moddani, ovqatni, chayni qabul qila olmaslik, to'g'rimi? Garchi bizning tana yerdan yaralgan, u changni ham, loyni ham, o'tni ham, hayvonni ham ko'tara oladi. Yerdan yaralgan tana. Aslida allergiya umuman bo'lmaslik kerak. Lekin nimaga yerdan yaralgan tana yer narsasini ko'tara olmaydi? Chunki ona kimnidir ko'tara olmaydi. Men qabul qilmayman buni deydi. Men qabul qila olmayman deydi. Men ko'tarmayman deydi. Nimani qabul qilmasangiz, bolada allergiya bo'ladi. Agar siz uyda siqilsangiz, nafas ola olmasangiz erkin, bolada bronxialniy astma bo'ladi. Bronxlari bilan muammo bo'ladi. Конечно, o'zida ham, bolasida ham. U bir xil.
Birinchi o'zida keyin bolasiga o'tkazib oladi. Ya'ni ona bemalol nafas ololmasa, erkin nafas ololmasa, bolani doim bronxlarda yoki o'pkasi bilan muammo bo'ladi. Ayol kishi kimnidir hazm qila olmasa, men hazm qila olmayman. Bolani oshqozoni og'riydi. Agar ayol kishi emotsiyalarini, jahlni, g'azabni ifodalay olmasa, aytmasa, gapirmasa onkologiyaga aylanadi. Nima o'tmishni qo'yib yubora olmasa, qabziyatga aylanadi. Bola qiynaladi qabziyatdan. Ya'ni men переработанный qayta ishlangan axborotni qo'yib yubormayman, o'zimda ushlayman. O'tmish o'tib ketib bo'ldi, qo'yib yubor. Yo'q, men o'tmishni qo'yib yubormayman. Qabziyat bo'ladi. Agar ayol qaysar bo'lsa, bo'yni og'riydi. Qon bosimi oshadi. Agar ayol men ojizman, men bu hayotda ko'tara olmayman, men kichkina odamman desa, anemiya bo'ladi. Yashashga kuchi yo'q. Davleniyasi tushib ketaveradi. Mana shunga o'xshagan narsalar, bular bolaga ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda bolaga ta'sir qiladi. Vot siz nimadir gapira olmaysiz. Gapirishdan qo'rqasiz yoki gapirganingiz uchun gap eshitgansiz. O'ylab gapirish kerak deysiz. Mana shunaqa narsalarni hozir hal qilinadigan vaqti keldi. Tushunaman, hozir boylik, orzu-havas birinchi o'rinda. Men buni tushunaman. Bu ehtiyojlar yopilishi kerak. Tushunaman, hozir ayollar boy bo'lish xohlaydi. O'zi boy bo'lish emas, orzu-havaslari amalga oshishini xohlaydi. Men ham xohlayman Turkiyaga borishni. Men ham xohlayman brilliant taqishni. Nimasi yomon? Nimasi yomon adasi sayohatga chiqsak? Это правильно, это норма, это классно. Zo'r, so'rang, xohlang. Hamma ayolda brilliant bo'lish kerak. Har bitta ayolda brilliant taqinchoqlari bo'lish kerak. Har bir ayolda bankda shot raqami bo'lishi kerak va biz shu ma'noda hozir sizlar uchun bitta surpriz tayyorlayapmiz. Paka pishmagan pishi bilan yetkazaman. Har bir ayol kishi boy bo'lishi kerak, o'zini puli, o'zini mulki bo'lishi kerak. Bu ayol kishiga xavfsizlik holatini beradi. Xavfsizsiz-da, spokойныйsiz, tinchsiz. Xotirjamsiz, da. Shu maqsadda Instagramda ko'rasiz, uni ko'rasiz, buni ko'rasiz, yaxshi yashash xohlaysiz. Yaxshi yashash, yaxshi. Voy, noshukr bo'lma, bir narsa kibrlanib ketasan. Yo'q. Это norma. Yaxshi yashash norma. To'sh kerak bar odam ko'zi shunda. Bu yomon narsa emas. Pul yomon narsa emas, pul yaxshi narsa. Men pulni yaxshi ko'raman. Pul juda ham yaxshi ustoz. Juda ham zo'r ustoz. Hamma narsani o'rgatadi. Ota-onani kechirishni ham o'rgatadi, majbur qiladi. Samatsenkani o'rgatadi, jasoratli bo'lishni o'rgatadi. Pul juda ham zo'r ustoz. Shuning uchun aytmoqchimanki, orzu-havaslarni amalga oshiraman deb agar siz hozir noto'g'ri yo'l bilan borsangiz qiynalib qolasiz. Topgan pulingiz sizga rohat bermaydi. Hozir shunaqa katta pul topib qiynalayotgan ayollar juda ham ko'p. Qo'l urgan, lekin nimadandir mahrum bo'lgan. Shuncha pul topdim deydi, bilsam bolam narkoman bo'lib ketibdi, men pul topgunimcha. Shuncha pul topdim, bilsam qizim mamnaqa bo'libdi. Shuncha pul topaman dedim bolalarim uchun, bilsam erimni ikkinchi xotini bor ekan. Понимаете? Shuncha pul topdim, yeldim, yugurdim, harakat qildim, katta pul topib, katta mansabga erishganimda onkologiya tashxisi qo'yildi. Qandli diabet bo'lib qoldim. Не надо так делать, bunday qilish shart emas. Ya'ni boylikka to'g'ri yo'l bor, neto yo'l bor. Neto yo'l bu bizga mos bo'lmagan. Shuning uchun biz yangi terminlarni sekin o'rganib, 14 yillik mana shu o'zim bosib o'tgan yo'ldan kelib chiqib, yangicha termin, yangicha atamalar kirityapmiz. Ayollarni, sharq ayollarini o'z tabiatidan kelib chiqib, ya'ni biz erkak emasmiz-ku, to'g'rimi? Erkak emasmiz, biz ayollarmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? Ayol tabiatidan moddiy dunyo bilan muomala qilishimiz kerak. Mana erkaklar moddiy dunyo bilan o'zini tabiatidan kelib chiqib muomala qiladi. Ayollar moddiy dunyo bilan o'zini tabiatidan kelib chiqish kerak. Ya'ni erkakcha pul topish bor, erkakcha ishlash bor, erkakcha yondashish bor, ayolona pul bor. Женские деньги, ayolona ishlash bor, ayolona biznes qilish bor. A это как? Siz buni bilasizmi? Bilmaysiz.
Вот. Sal boshqacha yondashishimiz kerak. Va shunaqa narsalar borki, faqat erkak kishi bunday qiladi. Ayol kishi bunaqa qila olmaydi. Qilish mumkin emas. Chunki buni tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Pul topishi mumkin, maza qilib yashash mumkin, o'zini ishi bilan shug'ullanish mumkin, lekin boshqacha qilish kerak buni. Va mana shu mavzuni o'qib, o'rganib, o'zim yillar davomida mana shu yo'lni bosib o'tib, hozir bir qanaqadir bir beradigan narsaga yetib keldik. Va mana shu loyihani Mulk xonim deb nomladik. Mulk xonim boy ayol. Lekin boshqacha, nimadir bor uni. Nimadir biladi. Qadimda shunday ayollar bo'lgan. Misol uchun aytaylik, Bibi xonimni, Amir Temurni boshqa ayollari bo'lgan. Lekin o'sha barcha ayolning ichida aynan Bibi xonimni boshqacha ko'rgan. Bibi xonim siyosatga aralashgan. Bibi xonim butun saroyni boshqargan. Shuning uchun ham Saroy Mulk xonim deyilgan. Ayrim manbalarda Saroy Malik xonim deyiladi. Ya'ni tasavvur qiling, boshqaruvchanligi bo'lgan. Ko'p maslahat bergan, siyosatga aralashgan, madaniyatga aralashgan va Samarqandning bezagiga aylangan. Bunday ayollar juda ham ko'p bo'lgan. Mumtoz Mahal bo'lgan. Shohjahonning ayollari. Mumtoz Mahalni hayotini o'rganib, amerikalik ayol Очарование женственности degan kitob yozgan. 8 tami bolasi bor, necha yil uyda o'tirgan amerikalik ayol mana shu Mumtoz Mahalni hayotini kitob qilib, bestseller qilib, millionerga aylangan ayol. Очарование женственности. Ya'ni ayol qanaqa bo'lish kerakki, Hindistonda o'sha paytda chaqaloqlarni, qiz bola chaqaloq tug'ilsa ko'mib yuboradigan, tiriklay ko'madigan paytda Shohjahonning suyukli ayoli bo'lib siyosatga aralashganda Hindistonda 40 yil urush bo'lmagan o'sha paytda. 14 ta farzandni dunyoga keltirgan. Va 7 mo'jizani biri Toj Mahal unga atab qurilgan. Undan keyin Shohjahon o'ziga kela olmagan. Vafotidan keyin ayolini. Bu qanday ayollar bo'lgan? Nima qilgan ular? Ana shu ayolni xarakterini, fe'l-atvorini o'rganib, amerikalik ayol mana shunaqa millioner bo'lib ketgan. Xohlasanglar o'qishinglar mumkin shu kitobni, zo'r kitob. Tasavvur qiling, bu bizning qonimizda bor. Bu bizning ichimizda bor. Shuning uchun zamonaviy mulk xonim bo'lish uchun, zamonaviy bibi xonim bo'lish uchun to'g'ri 100% ola olmaymiz. U umuman boshqa davr bo'lgan. Lekin eng qanaqadir markazini, negizini olib olishimiz kerak. Ana shu narsani ichingizda his qilishingiz kerak. Shuning uchun bu loyiha hamma uchun emas. Ya'ni bu loyihaga tayyor bo'lish kerak. Hozir biz kecha maslahatlashib bunga faqatgina boshida 50 ta odam olamiz dedik hozircha. Hammada imkoniyat bor. Bunday bilimlarni olish imkoniyati bor. Nima uchun hamma uchun emas, uni bazaviy birinchi, ikkinchi sinflarni yakunlagan bo'lishingiz kerak va birinchi, ikkinchi sinflarga o'zimizning maxsus takliflar ham bor. Aytmoqchimanki, gap shundaki, Sharq ayollariga o'ziga xos sifatlar bor. Biz o'zimizni g'arb ayollari bilan solishtira olmaymiz. Ular o'zicha-da, ular boshqa. Bizga o'zimizga xos narsa bor. Shuning uchun dindan voz kechmagan holda, qadriyatdan voz kechmagan holda, o'zbekchilikdan voz kechmagan holda qanday qilib hozirgi zamonda ham turmush o'rtog'ini suyukli yori bo'lib, ham farzandlari uchun hurmatga ega ona bo'lib, shu farzandlaringiz hurmat qilsin sizni. Hozirgi bolachalar behurmat qilyapti onani. Shu bilan birgalikda qanaqadir yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullaning. Mana shu balansni, mana shu muvozanatni ushlasa bo'ladi va buni o'ziga yarasha ilmi bor. Men har doim bilasiz, ilm tarafdoriman. O'qi, o'rgan, o'zgartir hayotingni deyman hamisha. O'qi va o'qi deyman. Shuning uchun biling, shunday ilmlar, bilimlar bor. Men ham boshida juda ham qattiq bo'lganman. Pul topishim kerak, 3 ta bolani oyoqqa qo'yishim kerak, mana qilishim kerak, buni qilishim kerak qildim. Oxiri tamom bo'ldim. Qanchalar ishimni yaxshi ko'rmay, men to'kilib tushdim va shunaqa ishimdan charchadim. Bilaman, xizmatdaman, bilaman qilishim kerak, lekin bunaqa yo'l bilan qilish kerak emasligini tushundim. Ko'p dunyo kezib, u yoqdan bu yoqdan o'rganib, izlanib, dumalab, yiqilib, turib, xatolar qilib, mana oxirgi safarim Tibetdan keyin 40 kun kasal bo'lib, o'zimga mana endi kelib, ishimga butunlay munosabatimni o'zgartirib,
o'sha ishim 2-3 barobar ko'paydi, ko'payib ketyapti borgan sari. Lekin munosabatim o'zgargani uchun, o'sha mana shu hozir bermoqchi bo'lgan narsamni o'zim birinchi ishlatib ko'rganligim uchun butunlay boshqacha natijalarga erishyapman. Xotirjam, ayol kishi uchun birinchi o'rinda xotirjamlik, qalbi tinch bo'lish kerak, sokinlik, huzur halovat, yengillik, sog'lom bo'lish, munosabatlari yaxshi bo'lish, yugurmaslik, hovliqmaslik bunday qilib, asabiy bo'lib. Ana shu bilan birgalikda o'zini xizmatida bo'lish, xohlagan narsalarga erishish. Xohlagan narsangizga erishishingiz mumkin. Sizda shunaqa kuch-quvvat bor. Tushuntira oldimmi? Bugun nima haqida va bundan keyin nimalar haqida gaplashamiz va bugun shoshilmang, buni bosqichlari bor, etaplari bor va siz tushunib olishingiz kerak, siz qaysi etapdasiz. Albatta, birinchi o'rinda o'sha bolalik bilan bog'liq narsalar, ota-onamdan eshitgan gap so'zlarim, ichimdagi jarohatlar, mana shu narsalarni sekin-sekin hal qilish kerak bo'ladi. O'shanda tanangiz yengillikni his qiladi. Yosharib ketasiz, 100% kafolat. Agar kim hozir mana birinchi marta kelgan bo'lsa, hali endi o'qishlarga qadam qo'yayotgan bo'lsa, hozir rasmga tushib oling. Faqat anaqasiz, retushsiz, photoshopsiz rasmga tushib oling. Men sizga 150% garantiya beraman, 1 yildan keyin sizni umuman hech kim tanimaydi. 1 yildan keyin nafaqat tashqi ko'rinishingizda, balki tanangizda ham sog'lom bo'lasiz. Teri o'zgaradi. Teri o'zgaradi. Tanadan ajralayotgan hid o'zgaradi. Odam bekorga mana shu fikrlari, dardi, alami yuziga uribdi deyilmas ekan. Mana shu narsalar ketadi. Tanangizdagi parazitlar yo'qoladi avtomatik ravishda, immunitetingiz kuchayadi. Umuman dori ichmaydigan bo'lib qolasiz. Umuman dori ichmaydigan bo'lib qolasiz. Va sizda shunaqa qobiliyatlar ochiladiki, yashirin o'sha ota-bobolarimizdan o'tgan qobiliyatlar ochiladi. Siz o'z qo'lingiz bilan farzandingizni davolashingiz mumkin bo'ladi. Darrov antibiotik yoki darrov protivirusni nimadir bermasdan. Это же классно. Bundan zo'r narsa bo'lishi mumkinmi? Bizda misol uchun shunday, ko'zchasi qizaradi, tam shamollaydi, ili nimadir bo'lgan, basseyndan nimadir tushganmi? Mama почитай. Всё, mama почитай. Yotamiz, qo'lim bilan ishlayman, ertasi kuni yo'q. Ili shamollaydi, men dori antibiotik isitma tushiradigan narsa bermayman. Bilaman, tana kurashyapti, unga ozgincha yordam bera olish kerak, всё. Понимаете? Nima haqdaman? Buni har biringiz qila olasiz. Siz bilasiz ichingizda shunaqa kuchingiz borligini. Bo'lmasa bu yoqqa kelmagan bo'lardingiz. Hamma biladi.